1260-yil dunyo jar yoqasida edi. Chingizxon yoqqan olov hali o'chmagan. Uning nabirasi Xulagu esa Bag'dodni qonga botirib xalifalikni qulatgan edi. Navbat endi Misrga kelgandi. Taqdir o'yinini qarang, asli Xorazmshohlar saroyida tug'ilgan. Buyuk Jaloliddin Manguberdining jiyani bo'lgan shahzoda vatani bosib olingach, Damashq bozorida oddiy qul sifatida sotildi. Lekin undagi asl qon baribir o'z so'zini aytdi. U qullik zanjirlarini uzib, oddiy askardan Misr sultonigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Unga Qutuz, ya'ni quturgan sher deb nom berdilar. Mo'g'ullar unga xat yozdi: "Taslim bo'l yoki hammangizni qiramiz." Butun dunyo qo'rquvdan titradi, lekin tomirida Xorazmshohlar qoni jo'shgan Qutuz taslim bo'lishni emas, jangni tanladi. Ayn Jorut jangi. Qo'shin chekina boshlaganda, Ud bulg'asini uloqtirib, "Ey Islom, men seni himoya qilaman" deya o'zini dushman ichiga urdi. Bu tarixiy burilish edi. Yengilmas deb hisoblangan Mo'g'ul imperiyasi tarixda ilk bor aynan bizning ajdodimiz tomonidan tormor etildi. Lekin g'alabadan atigi 50 kun o'tib, u o'zining eng yaqin safdoshlari tomonidan o'ldirildi. Dunyoni qutqargan qahramon xiyonat qurboni bo'ldi.